Avvalambor assalomu alaykum O'zbekiston xalqiga, hammaga kirib kelgan yangi yil bilan hammani tabriklaymiz. Endi biz bu videoni chiqarish niyatimiz yo'q edi dangali. Men O'zbekistondan, Namangandan bo'laman. Sizlarga aytsam, endi men sizlar qilayotganlaringizni tushunolmayapman. Bittani Andijonga, bittani Namanganga. Nima bo'ladi? Sizlar tushunib bo'lmayapti umuman. Bittani Namanganga deyapsizlar, bittani Andijonga deyapsizlar. Nima o'rtada urush chiqarishmi yoki boshqa narsa yoki birortaning kuching ko'payib ketyaptimi? Men Namangandan Andijonga, Andijondan Namanganga degan atvet eshitmaslikka harakat qilamiz. Xudo xolis bu javoblarga atvet chiqmaslikka umid qilamiz. Keyin YouTube'ga video chiqarishga ham odam qo'rqib qoldi-da, siraza andijonliklar atvet qaytarishni o'rganib oldi. Bunga ham atvet qaytarmaslikka sizlardan so'rab qolamiz.